Hörmetlik Şərq Türkistanlıq qarindoshlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizdən qısqaça məzmununu tanıştırıb ötürük. Cumhuriyetçi Chris Simms rəhbərligidəki bir heyət Beyjingdən viza tələb qılğan. Kanada strategik və xalqara xizmət mərkəzinin sabiq başlığı Xitayning saylamğa aralashib olishini xayrlıq degan. Çex prezidenti Peter Pavel Yevropadagi davlatlarning birlashib Xitoyga qarshi o'rtaq pozitsiya bildirishi lozimligini aytgan. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Xitoydagi inson haqlari dəfsənçiligini tekshiradigan Cumhuriyetçi Chris Simms rəhbərligidəki bir heyət Xitayning Şərq Türkistanda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni tekshirish uchun Beyjingdan viza talab qilgan. Washington vaqti xabar to'rining 20 aprel kunidagi xabarida aytilishicha, Xitoy qurultayı ijroiya komitetining boshlig'i Chris Simms Xitoy diplomatining ishxonasiga yozgan elektronlik xatida Uyg'urlarni o'z ichiga olgan Xitoy osonlik deb atagan barliq millatlarning huquqi va manfaatini to'liq qo'g'daydiganligini eskartgan. Yangi Jersey shtatining Cumhuriyetçisi Chris Simms o'zining mart oyida 2023 yillik majburiy organ yig'ib olishni to'xtatish qonun loyihasining majlis tarafidan qabul qilinib bir kun o'tgandan keyin Xitoy elchixonasining ministri, qurultay ishlari maslahatchisi Jo Jinga bu xatni yo'llagan. Agar qonun Kengash palatasining tasdiqidan o'tib rasmiy yo'lga qo'yilsa, Amerika hukumati siyosiy mahbuslarning organlarini yig'ib olgan va Uyg'urlarni nishon qilgan barliq Xitoy kompartiya amaldorlarini jazolaydi ekan. Chris Simmsning bir bayonotchisi elchilikning bu talabni topshirib olganligini, ammo viza berib bermaydiganligiga aloqador bir javobni ololmaganligini. Agar viza berilsa, sharoit yor bersa, Chris Simmsning atalmish Shinjongga berib uchur yig'ib keladiganligini aytgan. Ilgari nurg'ulg'an muxbirlar atalmish Shinjongga berib uchur egallamoqchi bo'lganda Xitoy qattiq bezdirgan. Simms apandi Xitoydagi kishilik huquqning taraqqiyoti va qonun bilan idora qilishni nazorat qilish uchun qurilgan Xitoy qurultay ijroiya komitetining raisi bo'lish sifati bilan Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga diqqat e'tiborni berishni qo'lga keltirishga tirishgan. Jo elektronlik xatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarning kishilik huquq manfaatini qo'g'daydiganligini, irqiy qirg'inchilik va organ yig'ib olish qilmishining yolg'on ekanligini va faktlarning buni isbotlaydiganligini yozib, o'zini qo'g'dash safsatisini yo'rg'alatgan. Simms apandi buningga javoban Xitoy prezidenti Xi Jinpingga bevosita o'zi va qurultay ijroiya heyatining Xitoy xizmatchilar direktori Piero Tozizga rasmiy viza talab qilib, o'zlarining atalmish Shinjongdagi keng ko'lamli tutib turish va majburiy emgak silish o'rinlarini ziyorat qilishni xohlaydiganligini o'tirg'a qo'ygan xatni yozib, uni Xitoy elchixonasiga topshirgan. Sobiq strategik va xalqaro xizmat markazining boshlig'i Xitoyning saylamga aralashib olishini xayrlıq degan. Haqiqiy Shimol xabar to'rining 13 may kunidagi xabarda aytilishicha, sobiq bir istixborot amaldori bo'lgan bexatarlik istixborot mulozimatining Osiyo Tinch okean ustunidagi Junao Katsuya tunugun Kanada Avam palatasi komitetida guvohlik berib, Xitoyning Kanada saylimi va demokratiyasiga aralashish harakatining tafsilotiga qaraganda vatanga xiyonat qilish bo'ladiganligini, buning uchun turma jazosi berilishi kerakligini aytgan. Uning bu fikrini strategik va xalqaro xizmat markazi 2023 yili 1-oyda bosh minister Justin Trudeau va bir qancha kabinet ministrlariga Xitoyning 2019 yillik federatsiya saylimida asosliqi liberal partiyadan 11 kandidatni maxfiy mablag' bilan ta'minlaganligi va parlament a'zolarining ishxonasiga singib kirishga uringanligi to'g'risida ma'lumot berganligini Yer shari xabar markazi xabar qilgandan keyin o'tirg'a qo'ygan. Trudeau Xitoyning Kanada saylimiga aralashishiga uringanligini e'tirof qilgan. Çex prezidenti Peter Pavel Yevropadagi davlatlarning birlashib Xitoyga qarshi o'rtaq pozitsiya bildirishi lozimligini, chunki davlatlarning o'z oldiga Beyjing bilan o'xshash shartlar ostida raqobatlasha olmaydiganligini aytgan. Reuters agentligining 12 may kunidagi xabarida aytilishicha, Yevropa ittifoqi o'ziga a'zo 27 davlatning ko'z qarashlari bilan Xitoyga qarshi farqli bir munosabatni davom qilish nisbati orasida bir tenglikni saqlab qolishni orzu qildi ekan va Amerika bilan yaqin munosabatni saqlab qoladi ekan. 61 yoshlik Pavel Reuters agentligining ziyoratini qabul qilganda Xitoyning Ukraina urushiga tutgan pozitsiyasi uning ijobiy rolchi emasligini ko'rsatdi. Yevropa davlatlari Beyjingning Rossiyaning Ukrainadagi urushni tajovuzchilik deb tasvirlashni rad qilganligi yoki Rossiyani chekinishga chaqirmaganligini tanqid qildi. Biz uning strategik nishonining haqiqatan biznikiga mos kelmaydiganligini, Xitoy jamiyati barpo qilgan qimmat qarashning bizning qimmat qarashimiz bo'lmaydiganligini ko'ramiz.
Agar biz Xitoy bilan bo'lgan munosabatda tangpunliqni saqlab qolmoqchi bo'lsak, Yevropa ittifoqi yoki Yevropadil emas, balki dunyodagi barliq demokratik davlatlar bilan mumkin bo'lsa birlashma harakat qilishimiz kerak. Yaqinqi oylarda rahbarlari Xitoyni ziyorat qilgan Germaniya yoki Fransiya qatorliq davlatlar Xitoy bilan bo'lgan ikki taraflimlik munosabatni saqlab qolish va ilgari surishga tirishayotgan bo'lsa-mu, faqat birlikka kelgan Yevropa ittifoqilar barobar sherik deb qaraladi. Xitoy uchun Yevropa davlatlarini parchalash yoki Yevropani Amerikadan ayirib etish xushallanarli fursat. Xitoy bilan bo'lgan munosabatda birlik ichida bo'lsaqlar natija qozona olamiz degan. Mustamlaka kuchlari fikrlarni kuzatib turdi. Biz bo'lsak fikrlarning qimmatini bilmaymiz. Biz bir narsaning qimmatini bilmasak, butun dunyoning u narsaning qimmatini bilmaganligini ko'rsatmaydi. Biz ko'pincha hollarda fikrning ijtimoiy ta'sirini bilmay qolamiz. Biroq mustamlaka kuchlari bizga o'xshash g'ofil qolmaydi, balki o'ziga munosabatli fikrlarni kuzatib turdi. Mustamlakaning tadqiqot markazlari va elchixonalardagi madaniyat ishxonalari fikrning ijtimoiy ta'sirini va qimmatini bilganlik uchun jamiyatimizda yuz berayotgan fikrlarni kuzatib turdi. Mustamlaka o'zining siyosiy manfaatlari va qarashlarini himoya qilish uchun jamiyatdagi fikrlarni kuzatib turdi. Buningga ko'ra o'ziga yoqmaydigan fikrlardan qutulish yo'llarini tuzib chiqadi. Shundaqla o'ziga yoqmaydigan fikrlarni asli nishon maqsadlaridan boshqa taraflarga burib o'tish uchun harakat qiladi. Mustamlakaning o'zini siqib qo'yayotgan muayyan fikrdan qanday qutulayotganligi va u fikrni boshqa taraflarga qanday burib o'tib borganligi uning fikrlarni qanchalik ko'ngil bo'lish ichida kuzatib turadiganligini ko'rsatib turadi. Jamiyatshunos mutafakkur Malik Nabiyning fikrlaridan o'zindilar. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.